Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sotuvga bitta xonadonimiz chiqdi. Sergeli yangi Darxon 4 ta joylashgan bu. Navruz mahalla, Yashildomlada. Shundoq Darxon kiraverishda chap tarafda joylashgan, birdan ko'rinadi. Bu 16 emas, 17 qavatli binoni 14-qavatida mebel texnikalari bilan sotilyapti. Uyimiz juda yaxshi. Ijarachi qo'yib qo'ysanglar ham bemalol $400 turadi. Atrof muhitini ko'rsatib ketaman. Ko'rib turibsizlar. Bolalar maydonchalari bor. Mana bu yerda anhor o'tgan, suvi bemalol o'tirib ana qilsanglar ham bo'laveradi. Bu yoqda ham bitta novostroykamiz tushgan. Yonida yana bitta tushyapti bu yoqda. Xohlasa bu ham 1-2 yilda ichiga bitib qoladi. Maktab ko'rib turibsizlar. Maktab bog'cha mana bu yerda joylashgan. Astanovka shundoq chiqqaningizda astanovka bor. Yo'l yuziga tushgan domladan. Yaxshi xonadonimiz, parkovkalar ham uncha muammo emas, chunki bu yerda joyi katta. Yo orqa tarafda ham parkovkalari bor, endi yo'lda yuzida ham parkovkalari bor. Yaxshi xonadon. Video davomida sizlarga uyda ichini obzorini qilib ko'rsatib beraman. Uyda sharoitlari ham juda zo'r, kvadratlari ham yaxshi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxi juda qulay, hamyonbop qilib berilgan. Hech qanaqa dokumentida muammosiz, sразу notarius qilib o'tkazib beramiz nomlaringizga. Muammosiz. Qilishayotganini ham ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli qilib qo'yilgan, akkuratni qilib bolalar maydonchasi. Xonadonimizga ham kirib oldik. Ko'rib turibsizlar, koridorning kattaligiga e'tibor berasizlar. Juda zo'r ekan holi, bemalol perxoshkalar qilib chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta agar avoy qildirib yo'lmasa atchenta qildirib olsangiz, Yevro remont mebel texnikalik uy bo'ladi. Mebellari ham zo'r ekan. Uyimizga kirganda o'ng tarafda sanuzillar joylashgan. Eng zo'r tarafini qarang. Sanuzillar ham alohida joylashtirilgan. Ko'pchilik xonadonlarda ichma joylashtiriladi. Kafil qilib, chiroyli qilib qo'yilgan rakvinalari bilan turibdi. Ko'rib turibsizlar, uyimiz zo'r holatda. Bu yoq hojatxonada ham даже rakvinalar qo'yilgan. Juda katta xonalarni anaqalari, kvadratlari yaxshi ekan. Bu yoq oshxonaga o'tirib choy qo'yish uchun mana bunaqa mягкий mebellar qo'yib qo'yishdi. Yaxshigina sostenda turibdi. Tashqarini ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turibsizlar. Bu yoq mebelniy zavod. U yoqda 8-hudud joylashgan. Shundoq hozir tuman bo'lib ko'rinyapti. 8-hudud bilan ro'para turibdi. Oshxona mebellari ham bor, qilib qo'yilgan, tayyor. Ijarachi qo'yib, yo'lmasa o'zlaringiz yashasangiz ham, o'zim tilim kelishmayapti. Yashasangiz ham juda zo'r xonadon. Shoshilib qolinglar, juda yaxshi narxlarda berilyapti. Bu yoq spalnisini ham ko'rib turibsizlar. Mebellar qo'yib, shkaflar qo'yib, juda chiroyli qilib qo'yilgan. Spalnida balkonga o'tiladi. Balkoni bularniki hozirgi novostroykalarda mana shunaqa balkon qilinyapti. Ochiq balkon. Xohlasangiz yopib olsanglar ham bo'ladi. Endi oshxonada bo'lsa, yopib olsanglar yaxshi bo'lardi. Oshxonani ko'pchilik endi bitta xona qilmoqchi bo'lib, bu yoqqa chiqarib qo'yapti ko'pchilik ham. Yaxshi uycha, yaxshi shinam xonadon, fayzli xonadoncha ekan, lekin uy zo'r uycha. Mebel texnikalari qoladi hammasi. Bitta remontini qilib olsangiz juda zo'r bo'ladi. Bu yoq zalimiz mehmon kutadigan. Bu yoq normalniy kattagina xonacha. Yaxshi ekan, pardalar qo'yib, mana bu yerga dars tayyorlash uchun farzandlari bo'lish kerak. Ilgarigi egalarni farzandlari uchun dars tayyorlaydigan kompyuterni stol qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda ham bitta aboy qilsangiz bo'ldi. Qolgan narsalari bor. Bitta kamchiligi lyustra bilan bitta aboy qilsangiz zo'r xonadon bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, uyimizni $54,000 deb belgiladik. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Yaxshi uyimiz. Toshkent shahar, Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon mahalla, Navruz ko'chasida joylashgan bu uyimiz. 17 qavatli binoyimizda 14-etajda, zo'r kvadratda, 56 kvadrat. Sразу nomlaringizga o'tkazib beramiz. Uyimizda bo'sh, propiska 0 turibdi. Dokumentida hech qanaqa muammo yo'q. Faqat ipotekaga bermaymiz. Naqd pulga kelsanglar, shuni olib ketsanglar bo'ladi. Notariusni ham sразу qilib beramiz. Yaxshi uy, shoshilib qolinglar. Bunaqangi variantlar kamdan kam chiqadi. Telegram kanalga ham ulanib olishni maslahat beraman. Telegram kanalimga ham yaxshi uylar qo'yib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.